Kağanım, o geldi. Kirson. Merhamet. Kağanımga salam. Yolluk Akay elçi canaplari. Kağanım, Pekir Yolluk Akay Arnumuzdan Türkistan hozurlarga körüşkeli geldi. Ay. Tursla, tez tursla. Kensli. Gapleri bolsa, devesile. Kağanım, Pekir'den Əsləm qıtan püştüdü. Ata babam ulu qıtan ilidi mənsəb tutqa. Keyin elimiz xarab, ailimiz xanı veyran boğallıqdan eğir kündü qilib, Arnumuz qıçıda pürsət kütüp durğan edik. Ötkəndə Moğol dalasığı elçilik kelgəndə özlərinin parasat istidatları qarab, kelgüsüdü cahanğa hükümdar bolalaydıqallarına işenç bağlab özlərine bəyət qırğılı geldi. Kağanım, meni ip qağayla. Yolluk Akay, bu nemi qığalları? Sileni vezir oğuyin evetkendo. Kağanım. Ben Tömürçin, merhum babam Ambağay Kağan'ın baxtsizligi bilen bugünkü Tatarlarning mag'lubiyatidan ulug' Oltin xonligining ayvisini tushandim. Bundan keyin vezir o'yinning farmoniga bo'ysunaman. Kelgusida u oqsoqol meni o'stirib qolsa emas. Nima? Sizlar uning juvusi terlemoqchi bo'lyaptimdi la? O'yin shang bu qitim o'zining Tatarlardan mag'lub bo'lganligining haqiqiy sirini yoshirdi. U sizlardan foydalanib Bagujun Sagultuni yo'qotdi. Ya'ni sizlarning ko'rsatgan xizmatlarini ma'lum qilmay, hamma to'kmadan o'zidan qilib olgan tursa. Kulyaptidilg'u. Ishonmayaptimdi la? Qog'anim. O'yin shang burildi sizlardan hazar aylab kelgan. Agar sizlar salli bexastalik qilsa, bugun Bagujun Sagultu yiqilgan bo'lsa, at qog'anim o'zlari yiqilishlari mumkin. Subotay, bu odamni chedirdan aylab chiqaringlar. Chiqinglar. Xo'p. Tömürçen, sizlarni xato to'nibdiman. Men sizlarni teqi jahon sarkardisi deb o'ylasam, burunning uchini ko'rdigan arzimas odam kellar. Chiqib ketinglar. Tömürçen, nasihatimni olmamsizlar, qachali bo'lsin Jurjitlarning chorimiqida mixlandilar. 5-darajalik arzimas jog'ut quru martabasi qanoatlanib yuramdilar. U o'ng shalning baraqishliq tashlab bergan bir parcha go'sht ustixini keyin burunlarga chulik o'tkazib, terilardan so'yganda onda bilgideklar. Farmoyat tuzilsin. Qaytimiz. Ben aval çapay. Makul, sen aval çap. Hay! Hey! Hay! 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 Salam ana. Turunglar. Anlasam Bagujun Sagultuni öldürüp etipsen. Dadamның ro'yi xo'sh bo'lib, amin topqay. Lekin Jalim buqi bilan nurg'un tatarlar teq jazoga uchirmadi. Bir paldida yo'g'on bir daraxtni yiqit qilib bo'lmaydi. Bugun so'rin tuzib, Akufga bashinglarning safar quchib qaytib kelganinglarni qutluklayman. Hay! Aka, yerim ko'rinmaydi-ku. Səcəbəkə olca apırıb berişkə əvətdim. Jürkünlər bir müçelik çıqamagan tursa, nemiş olca apırıb bermez? Ulağı qamçının təmini tetqan bolsaq, Moңғол bolışın yolunu andın düşünətdi. Juji, Çağatay, çoğla gep qaganda qoşuqsan mаңла. Juji Çağatayның 2-ci, 4-cü tağısı bilan gepi bir yerdən çıxır ekan, ha? Ögəday, bu işə qanda qaraysan? O əmdi 13-ga kirgan tursa, nemini bilatdi? Ay, börtə. O aval dəbbaqmısınmı? Jürkünlər bu qitim çerik çıqamay xata qıldı. Dadam olcu yollab, bizning ularni bir cəmət tuqqan deb yaqin ko'rib atqanimizni əskartib qo'ymoqchi.
Ular qabul qilsa, biz bilan yarışib qoladi. Qabul qilib yarashmasa, yaylaqdagilarning hammasi xatolikning ularda ekanligini tushunib yetadi. Shunga dadamning bunday qilganini to'g'ri deb qarayman. Ögöday, dadang to'g'ri javob berganligingdan xushal bo'lyapti. Ne ko'gandiman? O, ana, uni unutib qaptiman. O, Sunshajayda tepib olgan tatar bala. Boyniga oltin baqan esib olgan, qo'sqiga seriq tavartashlik bulg'un kindiglik tatib olgan ekan. Biz Mongollarning odati bo'yicha tepib olgan bundaq balani o'z balimizda ko'ramiz. Shunga beqib olamdikin deb sizga akeldim. Ana. Bu bola bek umoqkan. Isming nima? Hürmetli xanım, arzimas ismimning tilga og'uchiligi yo'q. Shundaqdimi? Arzimas ismingni bilgim bor mening. Ismim Chega Quto. Qo'ysanglar, muhtaram mehribon o'lin xonim bo'lasizlar. Men bo'laman. Temirchin qag'in sizlarning meni bol qilib oldiganlarini aytgan. Shu gap rostmi? Ras. Men Ko'ktariga qasam qilaman. Ko'ktari guvoh bo'lg'ay. Sigim kep ketdi. Bo'ldi, tura. Ishonaman. Ishondim, o'g'lim. Nimaga kulyapsiz? Opamning yana bir umoq bola beqib olganligiga kulishyapti. Nima? Yana bir o'g'il tug'ibdimi? Quloqchin, endi quloqdimi ketibdi-da. Nima bo'lgandi? Sachabakka o'lja pag'allar qaytib kelgan o'xshaydi. Bir ish bo'lmagandi. Berib boqayli. Jambola. Onunga nima bo'ldi? 60 cherik bilan jurkinlarga o'l jopirib bagil boqib. Lekin jurkinlar 10 odamni o'ltirib, 50 dan kiyim-kechaklarini soldirib oldi. Shu qatorda eringizni o'ltirib o'tdi. Jambola. 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 Atlan ana. Jangning ahvoli qandaqroq bo'lib atqandi? Jo'rkillar, chapdas, mergan botirlar edi. Askilik qilgan Sachabak o'z beshini yeydigan bo'ldi. 2 kun bo'ldi, hech xabar yo'q. O'lin xonim. O'lin xonim. Qog'animiz jo'rkinlarni terib bera qilib yutibdi. Tog'andan parvon! Sachabak, Bo'rböka qatorli xoinlar tutildi. Jurkinlar bilan bo'rjigillar bir urug', bir jamoatdan bo'lamiz. Qarshilashmasanglar, yana buruqqirak o'timiz.
Bu muqaligo. Gelme. Nemişqa bir xizmatkarını öldürmekçi buldun? Bu ablah egisini qoğdaş üçün 10 neçə qerinişimizni öldürüp 6-7'sini yaralandırdı. Beşini o zahmlendirdim ha? Ha. Hakikaten Batır'ın Batır'ıdın tuğulgan jürkin iken. Gelme. Onu boş tüvet. Boş tutun. Kılıçkını. Nökürüm bol. Çedirimga keç gündüz, koral bilen halıganç kirip çıksan boludu. Qağanim, mən Moqali bunundan keyin özlərə zəhrici sadaqasızlıq qıldığan bolsam, peyimini qırqıb etkəylə. Boldu türe. Seçebek, yeni deydiğin gipin var mı? Seçebek! 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 Sen bilen ben bir boğunun pişti emesmidim. Ben senin şiiremsin lan o. Demiş ki sen her kanlı kılıp yavaş akımalı yerimde öldürüp etsin. Yetmem sen. Koyuyordun la. Öldürürdün ben onu. Seçebek, yeni yaşaştın tamayın var mı? Öldür ulan! Toxtama! Tömürçün! Meni aval öldürüver! Tömürçün! Oğlumның ölüşüge qarab durğum yok. İki çaqsız qalğandan göre meni aval öldürüver! Meni öldürüver! Ondan boz aval seni öldürüver! Bu alvastı cadıgar! Növbet sana geldi. Qeyrindaşdan ayrılışның təmini sənə tetib bax. Oğlumның qandaq öldüğanlığını görüp al. Keynidili səni öl. Sen mızdarlap öl. Kasar, sığınığını hep get. Ana, könlünü yerim qıma. Tətür qarab dur. Özüm boğulğan qərzini özüm qaytırıman. Seçebek. Cinim oğlum. Ana! Əmdi köz yaş dökü atam sile. Burunçu, şunca əsliklerini qıqandı ço. Tömürçün. Meni aval öldürüver. Bugün biz Türküllerinin kını bilen sana hesap kaytıraylı. Meni öldürüver. Onu hep git ola. Seçebek. Ana! Cinim oğlum. Ana! Oğlum ey. Oğlum. Ana! Seçebek, böğrü bökeni merhum Qağanның hatununu kütüşke kaldırırsan boludu. Bu, ananğı iş ağırtqanlığın emas, merhum Qağanğa hürmet qıqanlığın. Lekin sen, çokum ölüsen. Çünkü ben Qağan atalğanda qasam qıqan sen. Tatarlar bilen uruş qıqanda seni 6 gün küssen mükemmedin. Uruştan keyin yana oğulcu apırıp berişke evetken elçilerimni bihuda öldürdün. Bu gipini koy. İyisi neseplik jürkin mən. Qeynim bilen qığa vədəmni əməlgə aşırsam, şunu yetmən diken. Ondaq bolsa, Seçebek, emmimiz Mongol Qiyan qabilesidir. Kallağının tınından juda boluşunu, ruhunun o dünyaya baramasını xalamayman. Kalı terisini epkin ala. Seçebek, Türkille merhum Qağanның Mongollar arasından tanlagan jasaretlik hem şirmet palvallardan idi. Ula, men tömürçin bilen bir niyetli boladı iken, Moqaliga o'xshash ativolab ishiltiman. O dunyoga xotirjam mang'aysan. Jazo ijro qilinsin.
Buni kepib etinglar. Yürkünler, yürünglar. Məşqni başlaydı. Başlama. Temo'lan. Eranın qaza qılğına 5 yıl boldu. Yana muşundaq yetim qozdek yalğız yürüyüveremsən. Ana, yana shu gapni dedingiz. 60 yaşqa kiray dep qaldım. Mən bu vaqtindek qeyrib, hem anlamaz, hem köməs bop qalsam, senin beşiğini kim onşap qoydu? Ana, dadam öldürülgen şili. Sizim tek 30 yaş kirmegen ediniz. Man bir obdan ötüp atmamsız. Onun üstüge bu yıl əmdil 30'nın qarşısına ağan dursam. Ondaq degining bilan mening 4 o'g'lim bilan sendek obdan qizim bor. Yana 4 bo'lib yiqib oldim. Lekin senchu texi bola yuzi ko'rmadim. Seni o'ylasam yuragim bek etishidi. Ana, men qağanның sımlısı turib, öy uçaqlıq bolğan sərgərdik toqal bolamamı? Yoki xotin elishqa qurbati yetmagan bir aqlıq xotin bolaymi? Yo'q. Baxtim bilan ta'lim 5 yil ilgari erim bilan tang yer ostiga ko'mildi. Temo'lan. Ana, men ot qilish o'qiya bilan qalbimdagi qisosni o'zimga hamroh qilib yashab yuraman. Keçik emas. Tömürçünün hazırғы qimiz içip yayrap yürüşüge uzak sükut kıldık. Gün sır putkollarga mağdur kirip atkan tömürçün halgan bir gün səhərdi kelip kallımızını üzülüşü mümkün. Beret, gepimni yetkizinglar. Qatagin Saljuqut qabilesigiler bilen Qo'ng'rat qabilesigilerinin qo'shinlarini tashkillab kelsin. Tömürçünni tang yo'q demiz. Xo'p. Jamıq Ağsaqa, anlışımca Tatarlar bilan markitlarmi mag'durlanib asliga kepti. Ular tömürçini yo'qtishqa silidimi bakrak oldirayotdi deyman. Tatarlar bilan markitlarni demdilar. Ben Tömürçin bilan To'g'rilxonning birlashma qo'shiniga boshchilik qilib, markitlarni tarmar qilgan tursam. Jamıq Ağsaqa, undaq bo'lsin bo'pti. Bu jahonda mangulik do'stmi, mangulik dushmanmi yo'q. Ularga qobil bir odamni avatib, foyda ziyonni tushundirsak, meningcha ular cho'qim qo'shin chiqirdi.
Meningcha bu ishga eng muvofiq qobil odam sizlar deb o'ylayman. Man? Yo'q. Man ambag'ay qog'onning navrisi. Bobomni ular jurjitlarga tutib berib, chaqirmoqda maqlab o'ltirgizib etgan. Men basam qamlashmas. Bu jahonda mangulik do'stmi, mangulik dushmanmi yo'q demidilimi? O'g'o Targ'utay tag'a, agar sizlar berib ularni bu ishga ko'ndirasizlar, To'mirchinni mag'lub qilgandan keyin yerim al qavm bilan g'animat mol-mulklarni sizlarga bo'lib berishga va'da qilaman. Undaq bo'lsa, berib baqay. Targ'utay oqsoqol, marhamat. Targ'utay. Bu ne? Tonudilimi? Bu bütün qo'y pishiradigan dashqazon-ku. Yo'q. Bu bütün odam pishiradigan dashqazon. 13 qanot urushidan keyin 70 dashqazonda 70 asrni pishirgan emasmidilar? Hamda uni boshqa narsaga ishlatdiqmi? Bugun nimishqi buni o'rda oldiga tiklab qo'yganimni bilandilar. Jolim bu oqsoqol. Bira qutlug' marika bog' o'xshamamdi. Yana xatolaşdılar. Sizlarning kelishlarini kutib tayyorlagan. Targ'utay, ikki savolimga kayni-kaynidan xato javob berdilar. Taqdim taq bo'ldi. Men asli 3 savol so'ramoqchi edim. Yana birgimi javob beramizlar? Sizlarni mushu dashqazonda pishiraman. Kelinglar. O'tni ulg'aytinglar. Har qachon meni qo'shin tortib, Jamuqaga yordamlashib, To'mirchinga hujum qilayli deb kelgan bo'lgandilar. Mo'ng'ullar mening qisosliq dushmanim ekanligi eslarida bordi. Esimda yo'q. Aramizda yana qanday adovat bordi? Kelinglar, uni dashqazonga besinglar. Chaqirishma. Jolim bu oqsoqol. Oqsoqolimiz Targ'utayni qanday xatolik o'tkazganligini tushuntirmadilar. Mana hozir tushuntiray. Targ'utay. Dadam buları ambag'ay qog'onni tutib berib o'ltirgizib etgan tursa, aramizda adovat yo'q deganlar nemisi? Yasugay mushu vajidan dadlari To'mirchin o'gani o'ltirib etdi. Jonga jon elindi. Hech kimni qisos qolmadi. Lekin oqsoqolinglar Yasugayni men zaharlab o'ltirib etgan tursam, shuning uchunla do'stlashmoqchiman. Nima? Yasugay menga tava qog'onlik o'rnini egilib oldi. Uni burunli o'ltirib etmoqchi edim. Do'stning do'sti do'st bo'ladi. Raqibning raqibi bo'lsa, eng ishonchli do'st bo'ladi. Bu gapimga xato emas-da. Xo'sh olib ketmisizlar. Yana bir savolim bor. Qani so'rasizlar. Jamuqa bilan birlashib, To'mirchin bilan Amir Tug'rulxonni yo'qotsak, Jamuqa yayloqning xo'jisi bo'ladi. Tatarlarning qinini to'kish badliga o'zimizni qamchilaydigan qamchini uningga tutqizib qo'yamdi men. Jamuqaning qandaq nima ishganligini meni bilmaydi odamdilar. Jamuqa degan jadoran. Uning bovisi bo'lib kelingan Ig'royi xotindan tug'ilgan. Haramzada tursa, u qaysi salohiyat bilan Mo'ng'ullarga qolgan bo'la oladi? Undaqda nemishqa oyog'iga bosh qo'yib, uning sizgan sizig'idan chiqmaydilar. Men faqat boshqalarning qo'tinida ko'zlarimda beqavotaman. Agar Jamuqaga havu deyishib, To'mirchin bilan Amir Tug'rulxonni yo'qotsak, uningdan keyin ichki sirtimizda moslashib, Jamuqani yo'qotamiz. O chaqda sizlar, men, to'xtog'i uchaylan. Yayloqni 3 bilib boshqarimizda. Dal, Xuljin Zalxaning o'zi ekanlar. Yasugay xato demabdi ekan. Rost bexil, oshko'z odam ekanlar. Kelinglar. Xo'sh. Bu semiz qo'ylarni qozonga selinglar. Yiroqdan kelgan mehmonlarga so'rin tuzayli. Tatarlar va Jurkinlar bilan urushgandan keyin To'mirchinning o'zi qudrat tepli qolmay, yana nom obro'yimi ko'tarildi. Uning o'ylaganidek oltin xonliqning diqqat e'tibori qo'zg'almagan bo'lsa-mu, lekin yayloqda yashayotgan dushmanlar uningga qarshi chambarchas o'yishdi.
bir qitimliq hayot mamotliq urush uni kutib turmoqda edi. Moğol batırlarım, çarçıdınlarmı? Çarçıdılar! Tolay, sen ço? Çarçıbıdım. Ögedey, sen ço? Sel çarçıdım. Bırak çidayman. Yaraysan. Küçük oğlum Tolay, maqtuğda gayret kıldı. Üçüncü oğlum Ögedey, çin köngülden cevap verdi. Sizler 2 gündüz bir kecha atdan tushmadinglar. Sel çarçıdık deyishinglar kerak edi. Chunki men charchidim. Bir yaxshi sarkarda o'z charchab, echib, usig'anda, chiriklarning cho'qim charchab, echib, usig'anligini darhol o'ylash kerak. Shunga sizlarni dam og'izishim kerak edi. Biroq hozir dam og'izmayman. Chunki eriqi qasamdishim taraf-tarafga elchi avatib, aloqa bog'lab yuribdi. Anglashimcha Qatagin qabilesi, Salçugut qabilesi, yana Jadaran qabilesi, ulardan boshqa biz bilan avlat qudilishib kelayotgan Qo'ng'irat qabilesi, yana Kunpetish tarafdagi kuchli Nayman qabilesi bilan bizning ashaddiy qon qisoslik dushmanimiz Tatarlar ham Markitlar o'zaro birlashib kallamizni ammoqchi bo'libdi. Sizlar qanday o'ylayapsizlar? Kallamizni saqlab qilib qimiz ishimiz teki. Ularning kallasini biz olamiz. Yaxshi. Ular bilan bo'lgan tirikishishda kallamizning osonlikcha elinib ketmasligi uchun hozir yana 2 kunduz bir kecha mashq qilasizlar. Odamlar g'izolanib, otlar yemayvaz bo'ladi, lekin odamlar dam oz bo'lmaydi. Men ham eng kichik o'g'limmi shu qatorda. Tik turinglar. Tik turinglar. Altın çontada yana chidiy olamsiz. Ha. Nima iloj? Chechimiz oqarganda bo'g'za qog'inimizdan deyman. Tatarlar Markitlar bilan urushsaqqa mayli. Lekin bu qitim To'mirchining qasamdishi ham qiynotisi bilan urushdikamiz emasmi? Hey, shu chaqda Oltin Cho'ngdadini qiyon qabilasining qog'oni qilgan bo'lsak, obdan bo'lat ekan. Sizlar yoshqimchoq ham izzat hurmatli odam emasmidilar? Xuchar. Og'zingizga kagini demang. Qalli ketmisi yana. Bu oshko'z toshqaning yigisi bor. Lekin qopqondan qo'rqyotidi. Kechikdik. Biroq ehtiyot qilaylik. Kechikmidik. Har ishimiz bir bo'lib, jurkunlarni qo'zg'isak, yengilishimiz natoyin. Arğun daryosi, Kam daryosi ham Kimurg'i daryosi guvoh bo'g'ay. To'mirchining dadisi dadamni o'ltirib etdi. 5 yil ilgari u Jorjetlar bilan til biriktirib, Nashi tuman tatarni o'ltirib etdi. To'mirchini hozir Oltin xalqning tayg'ini bo'ldi. Arğun daryosi, Kam daryosi ham Kimurg'i daryosi guvoh bo'g'ay. To'mirchining dadisi Markitchilarning amirdagi qizni bulab ketdi. Yana necha qatim bizga hujum qilib, necha ming markitni qirib etdi. Arğun daryosi, Kam daryosi ham Kimurg'i daryosi guvoh bo'g'ay. To'mirchin biz qatorliq 12 qabilik taktis elayotgan Chilböre. Bugun biz banparosati kamolatga yetgan Jamuqoni Gurqan sayladik. Biz 12 qabil bir niyatni birlatsak, To'mirchinni cho'qim yo'qota olamiz. Arğun daryosi, Kam daryosi ham Kimurg'i daryosi guvoh bo'g'ay. To'mirchin men Jamuqa bilan 3 qitim qasamlashgan. U ordagi odaq qasamimizga amal qilmadi. Yana bir qo'saq inim Taycharni o'ltirib etdi. Bugun har qaysi oqsoqollar meni Gurxan qilib sayladi. Adalet yolida urush qilib, To'mirchin bilan uning yantayiq to'g'rilgani yo'q demiz. Miladiya 1201-yili yangi qudrat topgan kuchning vakili To'mirchin bilan koni kuchning vakili Jamuqa Kuytanda hal qilg'ush jangga tayyorlandi. Bir qatimliq urush boshlanish oldida turmoqda edi.
Tömürcin, siz bilen yung içide panahlangan hiliqi qadaxan esingizdimi? O siz üçün dua tilavat qılıvatıdı. Köy Tanrı, rahim şefqat qılıp, bak küçüğün bilen Tömürcinni panahingda saqlagaysan. Kim? Gap bundan. Kim buludular? Men qo'ng'iroq Deysajan bo'laman. Deysajan? Tömürcinning xotini Börtening dadisi bo'lamdilar? Ha. Nima keldilar? Tömürcin olaman deb va'da qilgan qiz qadag'anni izlab keldim. Uni izlab nima qiladilar? U yatliq bo'p bo'ldi. Uning vijdoni qizmel qatorida sovg'a qilinmagandi. Ba'zilar o'zining qizi bilan kuyovg'ilg'ib satqinliqiga yedi. Vijdon necha teriga yaraydi. Qizchaq, sizni xato qilmabdiman. Meni darhol dadingiz bilan akangizni oldiga opiring. Qadag'an, kim bilan gaplashyapsan? Yuring. Sizlar kim bo'ladilar? Men Deysajan, biz qo'ng'iroqlarning oqsoqilni bu qatim birlashib urushga qatnashmaslikka nasihat qilib, zotli to'siyamdim. Lekin ularning hech qaysisi ulug' qog'alning o'rniga munosib kelmaydi. Ular og'izda haydishgini bilan ko'ngilda niyatlari boshqa. Ularning hili mekriga yoki qaramlachi jasoratga tayinib, kuyovning Tömürchini yengamaydiganligi ishinimi? Deysajan janoblari, bu gaplar nima uchun bizga deydilar? Kuyovlim Tömürchilarni ko'p talafotga uchirmaslik uchun men bir xarita tayyorlab qo'ydim. Onunğa jamuqqa qatarlab 12 qabila cheriklarining ham ahvoli qitanchib bitilgan. Bu yerdan ner ketamayman. Shunga yordamlashgan bo'lsanglar. Deysajan janoblari, ismlardan chechanliklari, pamdonaliklar chiqib turdi. Bundaq apchilcharni o'ylab chiqib, bizga ziyon kelishni qilmoqchi bo'layotgandilar. Biz qullarning peshonasiga egimizga bo'ysunish bitilgan xolos. Sizlar menga ishonmayotgandilar. Tömürcinning qitanchi yeziqni bilmaydiganligini aniq biladilar. Sizlar ishchori bilan biz ota-bola ikkimizni urug' jamoatga osiylik qilamdi yo'q deb chekib qo'ygandilar. Chiqib keslar. Yo'q. O'rtamandan qitanchi o'rgangan. Agar sizlarning ilgir Tömürchinni Targ'atayning jallod qilishini qulurg'uninglarni bilmagan bo'lsam, bu yerga kelmaydim. Sizlarga shenkash qilg'im kelsa, Targ'atayga osh ishini deb qo'ysamlar, yetib oshmasmidi? Men apir beray. Bosingiz darhol biring, kechikmang. Bo'ldi. Men boray. Ko'k Tangrim o'z panohida saqlag'ay. Ashqallah. Bu onun daryosi, Kem daryosi ham Kimurg'i daryosi quyildigan joy. Biz bu yerda bu Görelgü deg'i birlashma qo'shin bizga hujum qilish uchun cho'qim, O'tqiya, Alansay ham Kuytandan o'tadi. Nima qilmoqchisizlar? To'xtanglar! To'xtanglar! Ey, to'xtanglar! Muqadi. Jürgünlərinin işik bakar qo'li. Yo'limni to'sishga nima hadding? Nerdir? Elchin xatun, hozir men qog'onning navkari. Qog'onning farmonisiz bir chamda menishinglarga yo'l qo'ymayman. Bo'ri bo'ka, bu ablahning maydasini ishtirib. O'tani. Keyinlariga yansıla. Yansıla! Elchin kichik opamkan-ku. Nim bo'ldi? Tömürcin. Oğlum Səcəbəgini sen bu Qiyan qabiləsinin qağanıdın yüz ördün deb öldürdün, şundaqmı? O menden yüzü örüp qanmay. Moğol ecdadıdın mı yüzü ördü? Undaq bolsa, yeni yüz örgənlər görülsə, öldürüş haqlıq mı? Haqlıq. Yaxşı, senden soray. Qo'ng'iratlar Jamuqqaning birlashma qo'shini qatnashdi mi yo'q? Qatnashdi. Qiynatdan Daysachan qatnashdi, shundaqmi? Shundaq. Shundaq bo'lsa, hozirla Daysachanning qizi Bo'rtani o'ldirib yetish kerak. Bo'ri bo'ka.
Nima qilmoqchisizlar? Hayva qilib bizni bosmoqchimisizlar? Men butkul qiyon qabilasi uchun adolatni yoqlayapman. Elchin xotinmi? Adolatni yaxlashlariga imkon beramiz. Kasla. Uni tunimdilar. O Taychiqot qabilesidagi Targ'utayning qulug'i. Shundaq, men so'rgan shira. Raisachan janoblari nomidan Temirchinga xabar olib keldim. Bir qulning gapiga kim ishindi? Bu qudam avatgan xarita. Onunğa ambağayның abitsik çekilgen xatdak qıtançı xatlar bitilgen. Qabil aqsaqallar qarab biqinlar. Qarab biqinlar. Özüңlar qarab biqinlar. Gideyli. Obdan qarab biqinlar. Qaranglar. Özüңlar qarab biqinlar. Belgütey, Börbökeni biqindirmasak jurtkilarni tizgileyemeymiz. Aka, qanday qilman? Onun bilan jon tikib elishalamsan. Jon ketishdimi, qo'rqmayman. Uqishmaslik bo'pti. Ha, bo'ldi. Qaytinglar, qaytinglar, qaytinglar. Hey, Bo'rbo'ka, qayt bo'ldi. Qayta. Qaytinglar, qaytinglar, bo'ldi. Bo'rbo'ka, mushundaqla qaytamsan. Nima qilay deysan? Baya qag'anning uli xotini cho'ngyangan bo'rdagi tuhmat qilding. Qag'asini ayblamasimi? Lekin men uli xotinni aqlayman. Onunğa jon tikmoqchi bo'latyapsiz. Yo'q, mening jon tikim yo'q. Nim bo'ldi? Bo'rbo'ka. Seni kuchtingir Bahodir deb angladim. Asli to'qi yurak nima ekansan o? Bo'rbo'ka. Elchin kichik apini bo'rtani chidiriq apirib qo'yinglar. Demasin. Bo'g'irchi, tayyorlaninglar. Kechilab otilamiz. Xo'p. Kelma. Xo'sh. Qo'rchiq deb qo'y. Odamlarni ilib Jadaran qabilasiga berib, Jamuqaning vaqtini ilib qaymoqtirib tursin. Xo'p. Belgutay, Qaray qabilasiga berib, Amirxonni biz bilan birlashib urush qilishga ko'ndir. Xo'p.